Assalomu alaykum hammaga. Musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, vatanga qaytishda, musofirlikka kelishda bilet olayotganda adashib qolmanglar, aldanib qolmanglar. Bu video shu maqsadda qo'yilyapti. Iloji bo'lsa hammaga tarqatib, ko'rsatib, iloji boricha like bilan poddesh qilsanglar ko'proq tarqaladi. Menga sizlardan 1 so'm foyda ham nima ham kerak emas. Hamma bilsin, aldanib qolmasin. Xo'p. Men hozir Moskvadan Namanganga ketishim kerak edi. Bu odamni Telegram kanali orqali topganman. U kanalni ham hozir ko'rsataman. 30-chislaga, shu oyda 30-ga, 30-iyulga bilet so'rab yozganman. Hozir to'lagan cheklarimni ham ko'rsataman. Mana Mirgali Shampiro shu kartaga tashlaganman. Mana Mirgalisi. Pul tashlaganimdan keyin ham bilet olmagan, ertasi kuni ham olmagan, uni ertasi kuni ham olmagan bilet. Keyin yozyaptiki, biletdan narx ko'tarilib ketdi deyapti. Bo'lmasam qaytarib tashlab bering desam, qaytarish ko'p vaqt oladi dedi. Keyin 30-chislaga yana peredoplata qilish kerak dedi. 8400 qo'shib. Keyin men buni internetdan ko'rib, aviasalesdan buni tashladim. Aka bunaqa yo'q deb. Keyin 29-chislaga ko'rsatdim. Keyin yozyaptiki, ukam boshimni og'ritmagan, vaqtimni olyapsan. Kartani tashlab 1 oyda tushadi. Sog' bo'l, boshqa yozma, bloklab qo'yishim mumkin. Keyin men yozdim, Alloh kifoya qilsin, u dunyoda qiyomatda hisoblashamiz. Ha, unda o'zing bilasan uka. Sog' bo'l. Bu naqadar tushunmaydiki, qiyomatda olaman, hisoblashaman degan gapni. Alloh kifoya qilsin degan narsa. Meni haqqim unda, men halol topgan, mehnat qilib ishlab topgan pulimni bu yeb ketadi-yu. Yana o'zing bilasan. Bu narsa juda og'ir narsa. Hozir kanalni ham ko'rsataman buni. Bu odam emas, bu odamga kanalni mana shu kanalni mana topganman. Men O'zbegim 24 kassani, aviakassani maqtashganda men shu deb o'ylagandim. Aslida boshqa ekan. Men mana bu odamga pul tashlaganman mana. Muhammad aviakassachi. O'zbegim 24 Moskvadagi haqiqiy ofisi boshqa ekan. Mana shu kanali degan. Buni hamma maqtaydi, haqiqatan ham ishiga javob beradigan. Narxlar to'g'ri, lekin realni internetdagi bor narxlarni qo'yishadi. Birinchi azon narxda qo'yib, yana ustiga mindirib qo'ymaydi.